Barcha assalomu alaykum. Kasal bo'lgan bemorlarning dardine shifo bo'ladi. Muolaja turlarini aytib o'tib ketaman sizlarga. Ya'ni kasal bo'lishini tilamaymiz. Yaxshi bo'lishini tilagan holda sizlarga muolaja turlarini aytib o'tib ketaman. Bu yerda birinchi o'rinda grijasi bor odam uchun shuningdek stollarni ko'p qo'yibdilar. Kelib muolajani olib, dardingizga muolaja nima deydi? Grijani yo'qotish, cho'zish usullari bor. Bemalol kelaverasiz. Undan tashqari hemşirelik xizmat turlari bor. Bolajonlarimiz uchun, katta yoshdagi og'alarimiz uchun, ota-onalarimiz uchun muolaja turlari bor bu yerda. Qo'shimcha yana muolaja turlari bu yerda fizioterapiya. Fizioterapiya nima uchun giradi ichine? Zinda, o'ziti, elektroforiz, darsimol muolajalar ichine giradi ekan. Kelaverasiz. Qo'shimcha yana aparatlari bor. Gelip üzeringiz şöyle maslahatlashib muolajalarni qabul qilaverasizlar. Sizlarga shifo dardingizdan shifo bo'lsin degan holda yaxshi muolajalarni tavsiya qilib o'tib ketaman. Adreslarni tushuntirgan holda Go'ja Yangariq yo'lida Humo savdo markazi joylashgan. Shuni yonida shu joyimizni aytib o'tyatirman. Kelaverasizlar. Bu yerda sharoitlari zo'r, sanitariya gigiyenaga amal qilishadi. Aparatlari bor bemalol. Kasal bo'lib kelishingizni emas, yaxshi bo'lib ketishingizni tilab qolamiz bu yerda. Kuzatishda davom etinglar. Yana foydali bo'lgan reklamalarni sizlarga chiqaramiz xudo xolda.